Minecraft. Lekin har safar daraja oshgani sari biz gigantlashib boramiz. Bizning maqsadimiz esa ultra gigantlarga aylanish. Yana 30-daraja yig'ganimizda xuddi Ender Dragonning oldiga teleport bo'lamiz. Sababi shunki portalga sig'maymiz. Voy, qishloqi, nimalarni qidiryapsan bu yerdan beri yerga qaray yurib, nima balo qidiryapsan o'zi? Voy, bu atrofdan kattalashib ketdimi yo? Ko'zlarim chirayib ketdi. Bu yana nima balo bular? Qishloqqa ko'rib turganingdek, bugun biz mana shunaqa Minecraftni yutishimiz kerak. Yur, undan ko'ra anu daraxt cho'paylik ish ko'p, hali daraja oshirish kerak, kattalashish kerak. Bu piksellarga qarayverib nima qidiryapsan o'zing ham bilmaysan. Nimaga bilmayman? Men bilaman, faqat bilmayman. Xo'sh, mana shu daraxtlarni chopish kerakmi? Sen qanday tepadagilarga teginyapsan? Seni qo'ling shuncha uzunmi? Meni hattoki mana shuncha joydan ham qo'lim yetmayapti. Sen tepadagi bloklarga yetyapsan. Meni bo'yim uzunda, senaqa pakanalar mana shunaqa bir blokka ham yetolmaydi, ko'ryapsanmi? Ana unisini ham sindirmay kerak biza. Aman unisiga yetmadi-ku, lekin yetardi. Verstak yasaymi? To'xta, men esa bo'ldi verstak. Toshbaqa mana ushla. Negadir bu verstakni o'zim qo'ya olmayapman. To'xta, yugurish kerak shekilli. Yugurdik. Ya, bu verstakni qo'yib bermayapti. Sasagan verstak ekan. Mayli, senga tashlayman, sen qo'y. Qo'llaring uzun edi-ku, yordam bera olmayaptimi? Hammayli, qanaqadir xatolik shekilli. Verstakni qaranglar, kattaligini. Men uni oldida kichkinagina chumolichadekman. Qishloqqa qayerda qolding? Men sen uchun kirka yasadim. Hali tosh chopish kerak. Hali darajani qayerda olamiz? Qiziq. Hozir agar men blokni sindira olaman-ku, to'g'rimi? Sindira oldim. Pastga tushsam jonim ketarmikan? Ketsa kerak. Ana ovqat ushlash kerak. To'xta tovuq, to'xta. Bu tovuqlar ham men uchun juda ham tez yiqilyapti. Mayli, darajani topishni samaraliroq yo'lini topishimiz kerak shekilli. Qishloqqa qayerdasan? Men sening uchun ham bolta yasadim. Bu taxtalarni qara kichkina ko'rinishini. Biz tashlagan bloklar ham kichkina ko'rinar ekan. Verstak lekin bahaybat. Asab buzilyapti. Nega seni asabing buzilishi mumkin? Bo'yi, bitta serverga kiruvdim. Shuncha cheaterlar bosib ketgan. O'ynagan gap kelmaydi. Birorta yaxshiroq server bo'lsa, mazza qilib o'ynasa. Nega unaqa server bor? Men bitta juda ham zo'r server bilaman. Qanaqa? Crystalix. Vaqtingizni cho'g' va maroqli o'tkazish uchun men sizlarga Crystalixni maslahat beraman. Crystalix bu shunchaki oddiy server emas, MDHdagi top 1 server. Crystalixda o'nlab juda ham qiziqarli mini o'yinlarni topishingiz mumkin. Masalan, mening o'zimga One Punch Man mini o'yini juda ham yoqdi. Bu mini o'yin One Punch Man animesiga asoslangan. Sen o'z mahoratingni oshirib, galaktikadagi eng kuchlisi bo'lishing mumkin. PvP shaydolariga Custom Steam House'ni maslahat bergan bo'lardim. Bu yerda siz maxluqlar to'dasini yutishingizga to'g'ri keladi va tasodifiy narsalarni olib, ularni kuchaytirib, o'yinchilar jangiga tikishingiz mumkin. O'zingiz ham boshqa o'yinchilar bilan jang qilishingiz mumkin. Buning hammasi SNGdagi eng mashhur mini o'yinda. Yana bu yerda o'yinchini xohlaganingizdek sozlashingiz mumkin. Yana bu yerda qishloqning burni ham bor. Bu yerda mini o'yinlardan tashqari survival rejimlar ham mavjud. Aytgancha, ular umuman qotmaydi. Masalan, mana 19-versiya, 100 dan oshiq modlar, menda esa 250 FPS. Eng muhimi, Crystalixda o'ynash mutlaqo tekin. Hattoki buning uchun litsenziya ham kerak emas. Shunchaki video ostidagi havola orqali o'tasiz va saytda registratsiyadan o'tib, tekin launcherni yuklaysiz. Sizlarni Crystalixda kutib qolaman. Ertaroq aytmaysan, men o'zimni qiynab yuribman bu yerda. Bu yerda men bitta muammoga duch keldim, lekin qara. Biz endi pastga qanday tushamiz? Xo'sh, pastga qanday tusharkanmiz? Menimcha bitta g'oya bor. Uning uchun bizga daraxt kerak. Daraxtim ozgina bor. Unda verstakni qo'yamiz. Bizga hozir norvon kerak bo'ladi qishloqqa. Norvon bilan sekingina pastga tushib olamiz. Yetarmasang, hozir tushib ketaman. Norvonni olamiz va qarab tur. Hozir norvonni mana bu yerga sekingina qo'yishimiz kerak. Hammayli. Muhimi sen tushsang bo'ladi. Jon Barber ketarkan, har ehtimolga qarshi ko'proq yasab olish kerak. Yig'madaman, nega men bu cho'zondan tushyapman? Amayli, muhim emas, muhimi bu usul ishlayapti. Faqat ko'proq norvon yasab olish kerak. Va bu norvonlarni tuzukroq qo'yishni ham mashq qilish kerak. Menimcha menda o'xshayapti shekilli. Voy, buncha kulgili yugurasan, juda ham g'alati ko'rinyapti kichkina qishloqqa yugurib kelayotgani, rostini aytsam. Senga o'zi hamma narsa kulgili. Xullas, birinchi darajani qanday olamiz? Bilmadim, kichkinacha bo'lib o'ynash men o'ylagandan qiyinroq ekan. Hamma bir blokka tushish uchun, atagi bir blokka tushish uchungina norvon kerak bu yerda. Qanday dahshat. Menimcha ko'mir kavlasak kerak. Ko'mirdan olib tushishni hisobga olsak, to'g'ri daraja shunaqa qilib to'plab olamiz. Yur tezroq, qorong'i tushyapti. Balki mana maxluqlarni ham bir balo qilib o'ldiramiz. Axir ochdan ham o'lishimiz bor bizda hali. Qayoqqa uchib ketyapti? Norvondan shuncha uzoqdaman meni uchiryapti.
Aytgancha ovqat masalasiga. Masalan, mana bu qo'ziqorinlarni biz cho'pib shulardan ovqat tayyorlab yesak bo'ladi. Faqat yeta olmaskanmiz. Ha mayli, unut. Meni bo'yim yetardi-ku. Ha, mayli. Boshqachasiga ham daraja to'plash kerak baribir. Birinchi daraja to'playlik, keyin ovqatni hal qilamiz. Kech ham chiqib qoldi. Balki mana bu sigirlarni balki qochmas. Qochmanglar, iltimos. Qochmasanglarchi, ochda o'lib ketamiz-ku. Biz ataga sigirlarga yeta olmayapmiz. Qanaqa endi Dragon? Yuraman sigirlar, men bulardan hali qasos olaman. Bu yoqqa shoxingni uzib olaman. Yaramas, bu yoqqa men och qoldim axir. Shloqa, nima deb o'ylaysan? Men bu suvga tushib ketsam, hozir qaytib chiqa olamanmi? Tushib ko'r, shuni bir yo'la bilib olamiz. Shloqa, menimcha kech bo'lib qoldi. Endi pastga tushish kerak. Faqat ehtiyotkorlik bilan. Menda norvon bor. 6 ta norvon yetarmikan yoki yana daraxt chopib kelamizmi? Ha mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Endi sekin pastga tushish kerak. Qayerga qo'ymoqchi bo'lyapman norvonni? U yoqqa qo'lim yetmaydi-ku. Sekin tushamiz va yana bir blokni kavlaymiz. Hali toshga ham yetib borganimiz yo'q. Shuncha muammo. Voy, yaramas. Jonini yo'q qilding, men bu yerdan surdim. Tentak meni boltang bilan urding qandaydir qilib. Voy lanati, men axir yiqilsak jonimiz ketishi esimdan chiqibdi. Sal ehtiyotkorroq bo'lish kerak ekan. Xo'sh, endi qanday pastga kovlashimiz mumkin? Voy, seni hitboxing hali ham katta negadir. Ha mayli. Menimcha biz bir blok yonga kovlashimiz kerak-da, keyin bu blok sindirishimiz kerak. Qishloqqa tushib ketma. Sal teparoqqa chiqib ol. Nima, chiqmasa boltang bilan savolaysanmi? Sen bir ko'zingga qaramaysan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bilasanmi nechta jonim qoldi? Ha? Bilmaysan, shunki bilmaysan, tentaksan. Tez pastga tush, bu yerda maxluqlar paydo bo'lyapti. Voqma qilmasang-chi, men ataylab qilyapmanmi? Va nihoyat toshga yetib keldik. Xo'p, mana birinchi tosh va nihoyat hozir o'yinning nechinchi daqiqasi? Bizda esa endi tosh. Hali kichkinachamizda shunga qiynalyapmiz, lekin katta bo'lib ketamiz. Sen menga ishon. Biz hali katta odamlar bo'lib ketamiz. Hamma bizga qaraydi, "Oho, ular katta ekan" deydi. Lekin har doim katta bo'lmaganimizni bilishmaydi. Chunki faqat orqadan gapirishni bilishadi ular, ha. Qishloqqa sendan yaxshigina motivator chiqadi. Qara, bu yerda temir bor ekan. Qanday omad. Bizda temir bor, faqat men uni qanday olaman? Agar men bu yerga blok qo'ysam, IQni ko'ryapsanmi? Baribir IQ kattada. Temirni oldimga chiqishga majbur qildim. O'zim chiqa olmasam ham. Bu yerda yana bor ekan. Bu yerda yana bitta bor. Hozir birdaniga ikkitasini chiqarishga harakat qilaman. Mana yerda yotibdi, to'g'rimi? Xo'sh, menda tosh bor. Toshni mana bu yerga qish qo'yib yubordim. Hammayni taslim bo'lmaymiz. Endi toshni mana bu yerga qo'ysak, tayyor. Bizda 3 ta temir bor. Oho, men shuncha blok kovladim. Qara qanchalik uzun, lekin bitta ham ko'mir chiqqani yo'q. Qanday o'zi bunga ehtimol ko'mir chiqmasligi? Xo'sh, agar seni omadingni hisobga oladigan bo'lsang, juda ham katta ehtimoli. Biroq omad bilan ko'mir topish hammaga emas, tushunaman. O'zing mana bu yerda qidirib ham ko'rganing yo'q, menga gapirasan. Mayli, bo'lmasam ikkinchi usulga o'tamiz. Bu usulga ko'ra esa biz hozir shuncha kovlagan toshlarimizni eritamiz. To'g'rirog'i men kovlagan toshlarni. Xullas, agar Minecraftda biron nimani eritsang, olayotganda senga ozgina daraja ham berib yuborishadi. Sen ishla, men mana bu yerda piksellarni sanab o'tiraman. Mazza ekanda senga. Va men mana bu temir bo'lagini olsam, nima shunchagina daraja uchun men 2 kundan beri harakat qilib yotibmanmi? Sen mehnat qilding, men mana bu yerda yotdim. Xafa bo'lma sendan, lekin qara. Mayli, birga qildik. Hammasini birga qildik. Lekin qolgan darajani olish uchun bizga ozgina daraxt kerak bo'ladi. Chunki ko'mir topa olganimiz yo'q. Bu toshlarni pishirishga ham hech bo'lmasa daraxt kerak. Xo'sh, jonimiz kamligini hisobga olsak, pastga sakra olmasak, bizda dorvonlar bo'lmasa, o'rmonga qanday boramiz? Endi aytchi, geni. Mana bunday qilib bloklarni qo'yamizda, sekin pastga tushmasdan o'sha daraxtlarni oldiga borib olamiz. Yana 2 ta blok qo'ysak, yana bu yoqqa umuman shart emas. Ketdik. Chopishni boshladik. Bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. Qishloqqa, sen hali ham bu yoqqa yeta olayotganing meni qandaydir asabimni buzyapti. Bo'lmasam tagini men chopaman, tepasini sen chopasan. Nima deysan? Undan eng zo'r g'o'ya demayman-ku, mayli deyman, nima ham derdim. Sendaqa pokonalar ko'payib ketaversa, mendaqa uzunlarga ish ko'payib ketaveradi deganingga xafa bo'lmaysan-ku, to'g'rimi? Seni har bitta gapingga xafa bo'lganimda, hozir yuzingga ham qaramasdim. Faqat men pastdagi daraxtlarni olgim kelyapti-ku, tushsam menimcha o'lsayki, yarimta jon, lekin men tushmoqchi emasdim, rostini aytayapman. Qandaysi yarimta jonim qoldi bilmadim-ku, lekin men tirikman. Qanday yaxshi. Qachon qarama yarimta joning qolaverar ekanda. Tagimdagi blok yo'q
qoldi. Nima sen kelib meni tagimdagi blokni sindirishga qaror qildingmi? Sen aqldan ozdingmi yoki aqldan ozganingni bilib turganim uchun shunaqa qildingmi? Kelib sen ham mana shu daraxtni ustiga chiqib olasanmi? Axir daraxt chopyapsiz-ku, kallani ishlatish kerak edi ozgina. Voy, bu boltachalik kichkinaligini qaranglar. Narsalarim yo'q bo'lib ketmasdan ol. Mana men tepaga chiqa olmayman bo'lsam, narsalarni otaman senga qarab. Qanday kuchim yetyapti yo'qqa ochishga so'raman, lekin yetyapti. Balki oldinga shunchaki norvon qo'yaman va sen o'shandan chiqib o'z narsalaringni olarsan, ha? Nima deysan? Qani meni kallam ham ishlaydi degin. Sal kech ishladi-yu, ha, mayli. Sal qolsa mana bu yerda o'tin qolib ketardi. O'tinni hayotini saqlab qoldik. Qahramon ekansan. Va nihoyat o'tin muammosini ham hal qildik. Birinchi darajaga chiqish umuman qiyin narsa ekan. Boyatdan beri harakat qilib yotibmiz o'zi ham. Ha, nimasini aytasan? Endi bo'lsa birinchi darajaga chiqib olaylik. Undan keyin menimcha ancha oson bo'ladi. Hozir juda ham kichkinamizda. Men sen toshkavlar, men bo'lsa bularni pishiraman. Har birini bo'lib olamiz va pishirishga yuboramiz. Senisiga ozgina, senisiga ham, bizda esa o'ta juda ham ko'p. Shuning uchun menimcha bemalol yetadi. Bunisida hattoki temir ham pishyapti. O temir tayyor bo'ldi. Endi buni o'rniga tosh solamizda va buni olamiz. Daraja ham yarmi to'ldi. Xo'sh, bunga esa paqir yasash kerak deb hisoblayman. Nima deysan? Yasab bo'lib keyin mendan so'rayapsan-a? Ha, buni qayerdan bilding? Sezaman-da, faqat bitta gap bor. Nimaga bo'lmasa mendan so'raning yaramas. Nimaga so'raning sen mendan? Tayyorlab bo'lgandan keyin bam. Rasmiyatchilik uchun so'radimda, mayli shunchaki kerakmas deb bo'ldi, o'zimga olaman. O'zi yarimta jonim qolgan sut o'ldirib olsam agar. Mana bu kurkani nima deb tashlayapman xolos. Mana bu kurkani ushlada ishlashni boshla. Men bo'lim. Kovlamayman boshqa tosh. O'zing kovla. Menimcha 4 ta ham tosh kovlaganing yo'q. Voh, nima qilasan? Tepani yana bir blok kovlasa, ustimizga suv quyilar ekan. Shuning uchun ehtiyotkorroq bo'lish kerak deb turib o'ldim. Qanday omad. Qanday ehtiyot bo'lish kerak deb turib o'lish mumkin. Tezroq pastga tushish kerak, hamma narsalarim yo'q bo'lib ketmasligidan. Bu yerda norvon bor-ku kallak. Ha, bo'ldi, shu meni ham esimga keldi. O'zim qazigan cho'qqa o'zim tushdim, lekin birortasiga qaziganim yo'q edi-ku, hammaylar. Xullas, meni hamma narsalarim shu yerda deb umid qilaman. Mana bu blokni endi qo'lda sindirish kerakmi? Hamma narsalarim ustida-ku. Mayli, o'ylaganimdan tezroq sinyapti. Sin yaramas tosh va narsalar yong'ira. Meni hamma narsalarim mana shu yerda. Hech narsa yo'qolmadi shekilli. Norvonni ham olish kerak. Qani bu toshlar ham tayyor bo'lib qoptimi? Tayyor bo'libdi. Faqat o'lganimda daraja ham yo'q bo'ldi-ku. Hozir birinchi bo'lardi. Siz endi yana boshqatdan to'plash kerak. Qolganini o'zing qilasan. O'ylab senga kim aytdi? Kovla. Charchadim men. Mayli. Qaranglar do'stlar, men bitta juda ham zo'r lifehack topdim. Ko'ryapsizlarmi? Oldiga ham borib o'tirmayman. Shunchaki blok tashlayman, axir men oldiga borib o'zimni qiynab o'tirmayman-ku. Bunisiga o'xshamayapti? Yaramas, bu yoqqa kel. Oldimizga bo'z kelmayaptimi? Uni ko'proq blok tashlaymiz. O'zi keladi. Nima? Men toshlarning oldiga borishib qoladi. O'zlari kelsa, to'g'rimi? Deyarli birinchi daraja bo'ldi. Va bu pechkani sindiramiz. Va nihoyat birinchi daraja. Men buni qanchalik ko'p vaqt kutdim qishloqi. Va nihoyat biz kattalashdik. Bularkan-ku, men qiynalib ketdim-ku, kichkinacha bo'lib, mana men ham odamchalardek yuraverarkanman-ku endi. Endi yarim metrcha bo'lsa ham lekin hali chidasa bo'ladi. Boyagidek liliputcha emasmiz-ku. Muhimi shunisi, endi qolgan darajalarni yig'ish oson bo'ladi shekilli, ha? Bilmadim qolgan darajalarni qanday kovlashimizni, lekin aniq pechkalar bilan emas. Bu juda ham sekin uslub. Endi birorta maxluqlarni o'ldirib daraja olsak ancha osonroq bo'ladi. Faqat unda oldin salgina temir kovlaylik. Endi bemalol kovlay olamiz-ku. Sal Qur'on yaroqni o'shanam kuchayib, unda zo'r bo'lish kerak. Ko'chada hamma ko'rsa havas qilsin. Men Joker so'g'a tushdim. Yordam beringlar. Yordam, tezroq kel, Arti, yordam. Endi men qaraysam, yo'qki, men burbuloqqa tiqilib qoldim, chiqa olmayapman. Mana qo'ya chiqdim. Men Jokerni so'g'imi deyapman. Bu yerda surish kerak tezroq. Endi daraja topishda yaxshiroq usullarni topishimiz kerak. Yaramas zombi qo'rqitib yubordik. Hozir suv bilan sop qolaman. Ha, nima? Kichkinalarni urish yo'qib qoldimi? Yaramas. Hozir o'ldirib qo'yasan-ku. Ha, nima? Kichkinalarning kuchi yetmaydi. Shularga ham kuching yetmaydi. Tushundingmi? Hozir yo'yaman seni. Bu zombidan yaxshigina o'pib tushdi. Darajada o'zbek, men deyarli o'ldim. Yo'q, yaxshi
chiqishini kutganimiz ma'qul. Bu zombilar hali yomon ekan. Undan ko'ra ovqatdan tasha. Mayli, sasagan go'shting bormi? Ha, mayli, endi shuni yeb yashaymiz-da. Nima qilibdi? Xo'sh, endi narsalarni yig'ishtirib rostdan ham ketish 2-daraja. Biz mana shu kunning o'zida 2-darajaga chiqib qo'ya qoldik qishloqqa. Biz endi oddiy o'yinchini bo'yi bilan bir xil bo'ldik. O'zimni endi gnomdek his qilmayapman. Qanday yaxshi, mazza. Endi bemalol mana bu hammasini o'ldirib, bemalol darajasini olsak bo'ladi. Qocholmayapsizlarmi endi, ha? 3-darajaga chiqib bo'ldik. Vau, endi men oddiy odamdanim. Oddiy qishloqdan ham deganim kattaroqman. Menda 1,5 blokmi? Buni videoga internetga chiqaramiz. Qishloqqa gigant degan video olamiz. Xullas, o'zi shunaqa video ham olyapmiz. Mayli. Nima sagarni o'rayapsan? Shunchaki qo'limizda ham kuchimiz oshibdimi deb tekshirib ko'rgandim, yo'q shekilli. Ha, mayli bolta bilan chopamiz bo'lmasam. Qishloqqa endi biz o'zimizga qishloq topsak bo'lardi. Bu qanchalik g'alati eshitilmasa, lekin bizga hozir qishloq juda ham kerak. Chunki ovqat muammosini u yerda men hozir nima ko'rdim? Qishloqqa. Men bu yerda ana bu yerda reyderlarni chaylachasini ham ko'rdim. Nima deysan? Birinchi o'sha yoqqa boramizmi yoki qishloqqami? Olg'a reyderlarni ko'rgani ko'zim yo'q. Lekin to'xta, hozir u yerda ovqatsiz nima ham qilardik? Baba hech narsa qila olmaymiz. Yur, qishloqqa borib ovqat olamiz. Nega bo'lmasam tanlov berdik. Shunaqa odamlarni yoqtirmayman. Tanla deydilar-ki, men bilganini qiladi. Men qishloqni tanlaysan deb o'ylagandim. Ha, mayli, men o'zimga temir kirka yasab oldim. Yur, qishloqqa o'sha yerda narsalarni olamiz, golemlar ham bor. Xo'sh, mayli, ko'raylikchi bu qishloqda nimalar bor ekan. Buncha toshbaqasam men kelib o'ldim. Bu yerda golem ham bor ekan. Golem o'ldiraman deb o'lib qolmay o'tgan safargidek. O'tgan safar sening ham aybing bor edi. Xullas, bu safar meni oldimga kela olmasa kerak. Sen ham yordam ber salpal. Va nihoyat o'ldi, yaramas. Qancha temir tushdi ekan? Bechorani uyga keldik, o'ldirdik. Yana u bechora senga temir ham berdi. Yana yaramasam-a? Shafqatsiz bu hayot o'zi bilaman. Mayli, yaramas emas, yaxshi golem. Adashib aytib yuborgandirman-da. Xullas, men o'zimga temir ketmon yasadim. Endi bu qishloqdagi hamma samonlarni olamiz. Bizga juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi hali. Bitta yotoq ham olib olsa, bu golem bilan hammasi yaxshimi? Bechora siqilganidan devorlarning orasiga kirib tiqilib o'lib qolyapti. Kim aytdi buni senga siqilganidan deb? Balki shunchaki bug bo'lib, mana shu yerda paydo bo'lib qolgan. Ozgina yordam berib o'rsa ham bo'ladi. Hozir mana bu blok sindiramizda, keyin qilich bilan qo'qib o'rsa ham bo'ladi. Qilich bilan shunki ancha tezroq bo'ladi. Bola paqir, qana bu yerga kel, bizga temir kerak, nima ham qilardik? To'g'ri aytasan, temir kerak narsa. Mana bo'ldi, men oldim. Nima? Sen hozir bu yerga qanday sig'ding? Men umuman sig'a olmayapman-ku. Sen hozir 2 blokka sig'ib ketdingmi shu bo'ying bilan? Meni boshim elastikda shunaqa. Zo'r, sana elastik boshing bor ekan. Endi bo'lsa bizda ovqat bilan muammo yo'q. Bu yerda esa yana bitta golem. Bu qishloqda anchagina golemlar bor ekan. Bu allaqachon 3-chisimi? Bunchalik bu qishloqda golemlar ko'p. Qishloqlar bizdan qo'rqishgandan paytoq qilishyapti shekilli. Balki shuning uchundir. Balki emas, aniq shuning uchun. 4-daraja va biz yanada kattalashdik. Men mana bu uyga kelishni boshladim. Qaranglar, men bo'yinni oldi qanchalik kattaman. Bo'yi verstakni oldi, chumolichadek ko'rinayotgandim. Endi uydek kelaman. Ayt endi bor, hammaga katta bo'yinli maqta. Hech kim qolmadi. Sen bir katta bo'lma ekan. Bu qishloqda 4-golemmi bu? Golemlar qishloqimi nima bo'ladi? Bu 4-chisi, 5-chisi paydo bo'lsa hayron qolmasdim. Hattoki menga endi temir kiyimga ham yetyapti. Yarti, qayerda qolding? Bu yerdan beri seni topolmayapman. Qayerda yuribsan? Men ham seni topolmayapman. Qayerdasan? Ana ko'rdim, olding yorishdi. Nima, creeper portladimi oldingda? Sen kelguncha creeper ham boshqasi ham kelib o'ldi. Qishloqda menimcha hozir aynan daraja yig'ishdi, ayni paytda. Hozir zombilar ham boshqasi ham ko'p. Biz ham ulkanmiz. Ana, allaqachon 5-darajaga chiqdik. Yanada kattalashdik. Men tasavvur ham qila olmayapman. Ender Dragondan tushadigan daraja bilan qanchalik bahaybat bo'lamiz. Creeper iltimos portlatma. Mana bu skeletlar biram yomon ko'raman. Yo'qol yamas, yo'qol. Hammani o'ldiraman. Voy, meni oldimga kichkina zombini bolasi keldi. Biram yomon ko'raman shu yaramaslarni. Kelma. 3 ta creeper hozir osmonga uchamiz. Nima? 6-darajaga chiqib qoldim. Hozir 5ta edim. Yanada kattalashdik qishloqqa. Endi ancha tezlashdik. Endi bemalol hammasini qo'qsak bo'ladi. Faqat o'lib qolmaslik kerak muhimi. Jonni to'ldiramiz. Hozir o'lib qolsak, ana unaqa liliputchalarga aylanib qolishimiz. Bu esa bizga umuman kerak emas. Nima bu yerda o'rgimchaklar apokalipsisi boshlandimi? 4 ta, 5 ta, 6 ta o'rgimchak. Qochish kerak, bu yerdan surish kerak. 7-daraja qochdim.
Biz endi 7-darajadamiz, lekin juda ham bahaybatmiz. Qara men qanchalik kattaligimni. Yo'q, iltimos skeletlar meni o'ldirmanglar. Ikki dona jo'rib qoldi, qochish kerak. Qishloq iltimos meni panala. Bo'ldi, orqamga o'tish mumkin. Meni qanotlarim ostida senga xavfsiz bo'ladi. Faqat o'lib qolma. Nima bo'lsa ham o'lib qolma. O'lib qolsang o'ldirib qo'yaman lekin. Qalqoning borligi hayotingda bir marta esiga tushib qolsa, uncha ko'p o'lmaysan lekin. Yana bu qalqonni ishlat. Voy kriperlar, mana kriper portlasa ham himoya qiladi. Qalqon xullas deyman. Qoch joyga qoldi. Qoch kerak. Himoya qil, endi seni himoya qilishgani. Bo'ldi, himoya qilaman, faqat o'zimga ham hozir himoya kerak. Bo'ldi, 8-daraja yanada kattalashdi qishloq. Nima qildi hozir senga? Nimaga o'lding? Yaramas kriper, men birinchi marta o'zimni aybim bilan birinchi marta o'lib qoldim. Shu paytgacha faqat sen o'ldirarding. Yo'q, oshirib yubormayapsanmi? Xohlasang tekshirib ko'r, aldamayapman. Oho, bu skeletlar meni ilma teshik qilib tashlabdi-ku. Tezroq uxlab olish kerak. Qishloqqa sen ham uxla, tezroq. Qolgan darajani boshqachasiga yig'amiz. Benzay, unchalik ham ko'p jon ketmayapti, shuncha balanddan yiqilsam ham. Bu mahluqlarni qaranglar, hammasi yonib ketyapti. Voy, buncha ko'plar yaramas. Creeper hammasini portlatib yubor. Creeperni qundek ishlatyapman. O'ldirdi yaramas hammasini. Qishloqqa sen qayerdasan? Qishloqqa nima kichkina bo'lib qolding? Nima balodek valdirayapsan, tentak? Bu men emasman, men orqangdaman. Meni qilichimni qaranglar, bu daraxtni oldida qanchalik bahaybat. Mana bu qishloqning oldida esa meni qilichim ikkita keladi. O'zi ham juda ham gigant bo'lib ketyapmiz, lekin endi 9-darajamiz. To'g'rimi qishloqqa? Endi Dragondan tushadigan daraja bilan Minecraft olamiga sig'ishimizga shubham bor. Sig'masak undan ham qiziq bo'ladi. Bu yer reyderlarning uchasini ko'rib qolgandik-ku, o'shanga borish kerak. Qishloqqa shu yoqqa ham tiqilib qoldingmi? Shu bo'yi bilan bu yoqqa tiqilishga uyalmaysanmi? Yur, reyderlarning adabini beraylik. To'xta, Fox, menga qara. Endi mana bunday yeb ko'r. Qiyshiq o'chdi, qiyshiq tuxum ekan. Shunaqa ham qiyshiq tuxum bo'ladimi hayotda, Endi reyderchalarni o'ldirishni boshlaymiz va 10-daraja allaqachon salqochaylik bo'ldi. Endi sen 3 ta reyderlar suvda qanchalik zo'rsizlar, mana senisi ham o'lasan. Faqat o'tmanglar, senisini ham voy, men o'ylaganimdan ko'proq jon olyapsizlar, yaramaslar. 11-daraja ancha yaxshi. Faqat qishloqqa men o'ylashimcha bu reyderchalardan ham, zombilardan ham o'pib yig'adigan. Bu yerda yana bitta buzilgan portal. Biz qanchalik omadlimiz. Har bitta videoda bittadan buzilgan portal chiqyapti. Lekin ming afsuski bu qismda nezerga bora olmaymiz. Lekin oltin blokni uxlatsak bo'ladi. Endi darajani o'tgan safargidek qishloqlarga narsa sotib kuchaytirishga urinib ko'ramiz. Shuning uchun bizga hozir ko'pgina daraxt kerak. Bunaqa gigant bo'lib bir tarafdan daraxtlarni chopish oson, bir tarafdan esa qiyin. Oson tarafi uzoqdan bemalol hammasini sindirishi mumkin, qiyin taraf bo'lsa ularni olgunicha o'lib ketasan. Qishloqqa nimagadir menda temir qilich ikkita bo'lib qopti. Voy yaramas, men qidirib yuribman shuncha paytdan beri. Vohma qilmasang-chi, nimaga urasan, yaramas. Qaytarib berdim-ku. Yur, endi hamma tayoqchalarni sotish kerak. Zombilar qishloqdagi hammani yeb bitirishdan oldin tezroq uxlab yuborish kerak. Vau, ajoyib ko'rinyapti uzoqdan. Oho, qo'lim juda ham uzun bo'lib ketdi. Shuncha joyga bemalol qo'lim yetyapti. Nimasini aytasan? Birontasini qitiqlamoqchi bo'lsang, zo'r qitiqlaysan, kimligini ham bilmay o'tiraveradi. Ko'ryapsanmi qancha joydan senga qo'lim yetyapti? Ha, gigant qishloqlardan ehtiyot bo'lish kerak. Sandiq bo'm-bo'sh. Bu yerda esa qishloqqa sen nimaga bunaqa narsalar qilib yuribsan? Undan ko'ra sen tayoqchalarini sotib ol. Chunki senga boshqa narsa sota olmaymiz. Bu yerda esa mana bu yerda shag'al bor ekan. Bularni hammasini kovlash kerak va shuncha kovlaganimdan ataga bittagina tushdi. Obatda, bu obat. Shuncha kovlaysan, bitta tushadi, lekin bittasi kovlaydi, o'ta tushadi. Xullas, yomon narsa. Bu yerda temirni berkuragam sinay deb qoldi, endi 4 ta tushdi. Ha, mayli, bizga shunchasi ham yetadi. Ma qishloqqa mana buni ol. Seni so'maysanmi? Ha, mayli, mana bu yerda hech bo'lmasa bittasi bo'ldi. O aynan tayoqcha sotib oladigan. Men kovlaganlarimni ham ushla. Sen ham bu safar unchalik ko'p kovlamabsan-ku, vohma qilasan. Yana mana bularni ham ushla. Bulari endi qo'shimcha. To'xta, ozginasini qaytar. Menga daraxtga beray bo'lib qoladi shunaqa ishlar. Bo'ldi, shunchasi yetadi. Qolgan hammasini sot. Bizda ko'p pala opit bo'lsin. Mayli, sotishni boshladi. Bunda ketdi va birinchisidayoq 12-daraja.
13 o'tar 15 ha. Men o'ylaganimdan ko'proq ekan. Nega bunchalik kam deb hayron qolgandim. Endi men butun boshli uydek kelaman. Men bu toshli minora bilan bo'yim hattoki ko'proq ham men bahaybatman. Ha, bitta sen bahaybatsan. Men bu yerda gunohman. Men ham katta o'ylayapman-ku, menga ham gapirishga vaqt ber. Gapir, kimdir og'zingga uryapti. Mana va yana juda ham ko'p daraja. Bu safar 17-chi. Vo, qishloqqa nima? Sen qumyapsanmi? Qayta ishlayapman. Shunaqa sen ko'proq tushadi qora narsachalar. O, menga ham ta'sir qildi. Men ham kattalashdim, shu ruhda davom etaver. Davom etardimi tayoqcha sotadigan ha bu yerda ham bor ekan-ku. Bunisiga ham sotamiz va bunisidan ancha kamroq tushdi. Yana darajani boshqa narsalarni sotib olib ham olish mumkin. Masalan, mana bu qishloqdan ovqat sotib olsak bo'ladi va yaramas. Menga ovqat sotishing kerak. Qani va nihoyat endi sotib olamiz. Bor pulga yetganicha va 19-daraja. Wow, 19 yanada kattalashdik. Biz haqiqiy bahaybat gigantlarga aylandik. Xuddi tog'ni oldida tog'dek kelyapmiz. Sal kichkinaroq do'ng'ichadek ham mayli. Endi dragonni o'ldirsak, undan ham katta bo'lamiz. Tog'ga hech qanaqa sakramasdan bemalol chiqib olyapman. Men haqiqiy bahaybatga aylandim. Sen ham, qani sen ham tog'ga chiqchi? Qani men ham chiqancha qochibdi. Mana bu yerda qanday chiqdi? Bo'ldi chiqdi. Nima urasan? Yarama. O, bu yerda qara zo'rlangani. Yamadamadu. O, joy ham uncha ko'p ketmadi. Qani water drop qilib ko'raychi. Vo, udaladimmi yoki menga shunaqa tuyuldimi? Shunday katta bo'la turib, kichkinagina bir blokchaga tusha oldim. Ko'rdingmi? Bu ham mahoratda baribir. Bunday bo'lsa yana bir bor qilib ko'raman va bu safar joy ketdi. Demak, boya water drop qilib oldim. Aytgancha qishloqqa men ovqatdan ol. Qani ovqat? Qani ovqat yeyman. Ovqat qani? Bo'ldi, berardim. Men bu yerda och yuribman bu yerdan beri. Yana ovqat sotib olsak ham bo'ladi. Va ovqatimiz undan ham ko'p bo'ldi va biz 20-darajaga chiqdik qishloqqa. Endi biz haqiqiy gigantlarmiz. Shunchadan cho'chqay qo'lim yetadimi? Yo'q, yetmaskan, ming afsus. Qara qishloqqa men lavali ko'l topib oldim. Balki Nezerga ham borib ko'rarmiz. Nima deysan? Zo'r g'oya. Bilaman u yerda qiladigan ish yo'q. Bizdek gigantlarga juda ham to'r joy, lekin baribir balki bora olamizmi, yo'qmi? Borsak nima bo'ladi? Menga juda ham qiziq. Shuning uchun Nezerga portal qurish ishlarini boshlab yubordim. Aqldan roziyman. Nezerda senga pishirib qo'yibdimi? Shoqa borishimiz shartmi? Shart emas-ku bu safar Nezerga borishimiz. Mayli, bir tarafdan u yerda nima borligi menga ham qiziq. Suvni sal teparoqqa qo'yish kerak. Bo'ldi, qo'ydim. Tagini esa sal tozalash kerak. Lava hamma yoqqa oqib ketmasligi uchun endi bo'lsa portalning qurilishini boshlaylik. Mana shunday sizga sekingina muhimi xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Voy, xato qilmaslik kerak deb xato qilib tashlayapman. Bo'tsanda menga o'xshagan professional bo'lsang bo'lmaydimi? Ko'rmayapsanmi qanchalik aniq qo'yaman men lavani? Voy, to'xta. Men lavani xato qo'yib yubordim-ku. Endi buni sindirish kerak, to'g'rimi? Yo'q, IQ-ni ishlash shunchaga bu tarafini kattaroq qilamiz, hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, bu meni aybimni deb bo'ldi va men uni albatta to'g'irlayman. Tentaklik bilan shug'ullangandan ko'ra menga yordam bersang bo'lmaydimi? Mana bu yerni kattaroq qilamiz, bo'ldi, sig'ib ketaveramiz. Qishloqqa uxlab yuborish kerak. Hozir maxluqlar paydo bo'ladi, ular bizga kerak emas. Tezda shippa qurib tashlash kerak portalni. Mana Nezerda qiladigan ish yo'q. Chunki biz hozir bu degani biz vaqtimizni bir tega qimmat ishga sarflayapmiz. Shuning uchun bu ishni tezroq qilish kerak. Qancha tez qilsak, Nezerni shuncha tez ko'ramiz. Xullas, charchadim. Tushunding-ku, to'g'rimi? Qurishni boshladi. Tez, speedrun. Bitta quramiz, ikkita quramiz, dirimni chaqiramiz, tez quramiz. Ya'ni bitta quramiz, ikkita quramiz. Ozginasi qoldi va suv idealli tushyapti. Ko'ryapsanmi? Bu suv quyishning mahorati deyiladi. Aqldan oz deyman, bu suvni men quygandim-ku. Ha, men seni maqtayapman-da. Mana yana ozgina qoldi. Yana 3-4 marta borib kelsam, bemalol portalni qurib yorsa bo'ladi. Qiziq, mana shu yerdan qo'lim yetmaydimi? Ozginagina yetmayapti. Ozgina yurish kerak ekan, hech qisi yo'q. Yana bir tarafi qolgan xolos. O'ylab qoldim. Hozir u yoqqa borsak, baribir Nezerda u portal kichkina bo'ladi-ku. Tiqilib o'ylab qolib shuncha darajaga rasvo bo'lib nima kerak a? Shuning uchun ham u yerga sen borasan qishloqqa. Nega men ekan? Umuman olganda boraveraman. Yo'qotadigan narsam yo'q. Sen tezroq portalni qur, men bu yerda piksellarni sanayverib charchadim. Ozginadan keyin tayyor bo'ladi. Ozginagina qoldi. Xato qilmaslik kerak. Bu lava qayerga ketdi? Voy, yaxshi ham obsidianga aylanib qolmadi. Sindirib o'tirishga to'g'ri kelardi. Qishloqqa chiqib ketdi-ku.
Va oxirgi blok tayyor. Endi suvini olamiz. Mana shumida suv bo'ldi. Endi bo'lsa bizga bu portalni yoqish uchun olov kerak. Olov boyagi buzilgan portalda bitta fireball bor edi. Ha, mana turibdi ekan. Endi mana shuni o'zi bilan yoqib yoramiz. Qishloqqa qaytib kirdingmi ayni vaqtida. Hozir sen Nezerga sayohatga borib kelasan. Ha, nima? Ishim chiqib qoluvdi-da, muhim emas. Mayli, portalni yo'q, lekin xato qilma. Ha, bizda atagi bittagina fireball bor. Bizda xato qilishga haqqimiz yo'q. Hozir suv tugagani zahotda portalni yoqaman. Vo, mana bu blokni vaqtida sezib qolganim. Hozir portal ishlamas tushidi deb. Keyin bo'lsa temir kovlar, yondirgalka yasam va 1 2 3 yo'madimi? La'nati, mana bu yerda blok bor ekan-ku. Endi qanday yoqamiz? Lava qo'yib yoqsak bo'ladi. Lava oldiga lava qo'yamiz, keyin yonib ketadi. Yoki mana bu qishloqda biron nima yo'qmi? Biron golemmi, balki nima qayerdadir biron nima bo'lish kerak. Sandiqda balki biron nima bordir. Yo'q. Mayli, unda lava bilan yoqamiz. Mana shu yerda lava ham bor. Lavani bu yerga qo'yamiz. Faqat men o'ylashimcha bu juda ham sekin uslub bo'ladi. Senda daraxt bormi? Qishloqqa iltimos orqasiga qo'yib yubor. Menda butunlay tugabdi. O'zi bu portal yonishiga ham shubham bor-ku, hammaylar qilaverish kerak, lekin men yondim, voy. O'ylay dedim, yaramas. Lava. Bu portal o'zi yonar ekan. Yaxshilab harakat qilsak ishlasa kerak. Mana bu yerlarda balki temir bordir, qayerdadir bironta. O, portal yondi portal. O'ylaganimdan ancha tez yondi. Endi borib ko'rish kerak. Ha, u yerga esa sen borsan qishloqqa. Faqat undan oldin hamma narsalaringni sandiqqa solib qo'y. Hammasi tayyor qilib borasan, ko'rasan, tirik qolsang men ham borib kelaman. Lekin hozir borish bu ahmoqlik, o'lib qolish hech gap emas. Bo'ldi, mana hamma narsalarimni sandiqqa solyapman. Endi ekskursiyaga borsam ham bo'ladi. Umid qilamanki, menga hech narsa bo'lmaydi. Biror nima bo'lib qolsa, hech narsa bo'lmaydi, qaytib kelaman. Gapingni tuzi yo'q, bilasanmi? Senga shuncha tovuqlarni tuxumni otib yuborsa ham kam. Qishloqqa bor, sur endi portalga. Eng muhimi portalga sig'ayotganing, sig'maysanmi deb qo'rqib ketgandim boshda. Qani bor qishloqqa. Va qishloq u yerda nima bor ekan? Voy, duot, men bu yerda tiqilib qoldim, portalga tiqildim. Bu yerda portal kichkina o'lyapman. Voy, yordam bering. O'ldim, men lavaga tushib ketdim. Bo'lmaydigan joy ekan. Nimaga portalni oldida paydo bo'lmading? La'nata, yotoqni bosmabman-ku. Mayli, ikkinchi urinish, bu safar fantastika qilishga urinib, sakrab turib, qochib turib, boshqa taraflarga uchib turib, bir balolar qilib turib, tirik qolishga harakat qilaman. Menimcha tirik qolsa bo'ladi, sal harakat qilsa, faqat yotoqni bosish esdan chiqmasligi kerak. Bo'ldi, men surdim. Xayr. Yana bir bor borib ko'ramiz. Va harakati bor ekan, barakatli palakat. Va bo'ldi, sig'da men tirikman, kelsak ham bo'ladi. Unda hamma narsalarni solib qo'yish kerak. Baribir darajani yo'qotsang ham narsalarni yo'qotmaslik kerak. Bo'ldi, men boryapman. Umid qilamanki, tirik qolaman. Olg'a. Qishloqqa nima yetarib borasan? Endi epichni ketayotgandim. Men senga ishonaman, albatta qaytib kela olasan. Va paydo bo'ldim, men nimagadir portalni ustidaman. Hali ham portalning effektlari atrofida nima bo'la? Bu nima jinnilik? Menga kimdir yordam bersa, men bu yerda qafasda qoldim. Ko'zimni atrof, bo'ldi, men nezirdaman, lekin endi qanday qaytaman? La'natni. Bu muammo, yaramas cho'chqa oldimga kelma. Qishloqqa seni oldinga teleport qilishga majburman va men shu nega darajam yo'q? Qayerga yo'q bo'ldi? Axir o'lganim yo'q-ku. Darajam nega yo'q bo'lib qolishi mumkin? La'nati. Voy, chichqoq, o'sha yoqqa borma dedim-a. Bo'ldi, darajam qaytib keldi. Vanda xo'yat. Bu qandaydir bug ekan, do'stlar. Men qo'rqib ketibman. Nega aynan daraja yig'iyotgan safarimizda daraja bilan bug bo'lishi mumkin? Qo'rqib ketdim axir. Qishloqqa sal suril, men ham uxlay. Tezroq uxla, nima? Meni boshimga bosyapsan. Tezroq arunga uxlasang-chi. Bu yerda mahluqlar qishloqqa bu yerdan qochdik, boshqa joyda uxlash kerak shekilli. Bo'ldi, men qo'ydim, uxladim. Sen ham uxla qishloqqa, uxla. Uxlasang-chi, nima qilib turibsan? Yugur. Qishloqqa yugursang-chi. Buni qaranglar, qishloqqa yugurib yurishini. Yugur. Bu yerda uxlab bo'lmayapti. Voy, yaramas skelet, meni nimaga turg'izasan? Muhimi yotoqni olish kerak. Men shu tog'da hech bo'lmasa meni tinch qo'yinglar. Bo'ldi, qishloqqa men uxladim shekilli. Yo'q, qotib qopti. Bo'ldi, uxladim. Sen ham uxla qishloqqa. Tezroq. Bo'ldi, uxladim. Hech qaysi mahluqlar xalaqit bermadi. Va nihoyat uxladik. Bir kecha uxlashga harakat qilib chiqdik. Va nihoyat o'xshadik. Bo'ldi, nezirni ham hal qildik. U yerga ham borib ko'rdik. Arzirda hech narsa ko'rmadik. Bormasak ham bo'lar ekan, lekin menimcha qiziq bo'ldi.
Yaramas tovuqcha bu yerdan beri asabimga tegyapsan. Yaramas qochib va nihoyat o'ldirdim bu yaramas tovuqchani. O'zi ularni hammasini sen bu yerda paydo qilgansan. Yana vaqfa qilasan. Endi qolgan darajani hammasini o'tin cho'pon qishloqlarga sotib to'playmiz shekilli. Chunki bizning gigantlarga tuzukroq olib topish yo'li ham qolmadi. Nezarga borib bo'lmayotgani munosabati bilan. Ha, gapingda jon bor. Faqat 64ga daraja desang, undan ham zo'r bo'lib ketadi. Bo'ldi, daraxt chopishni boshladik. Juda ko'p daraxt chopamiz endi biz. Va 30-darajani to'plagandan keyin Ender Dragon bilan jang qilamiz. Va yana tayoqchalarni sotamiz. Deyarli 28-daraja. Biz esa bahaybatlarmiz. Qishloqlardan sotib olish mumkin bo'lgan hamma narsani olamiz. Yana kamon va o'qlar ham. Bular Ender Dragon bilan jang qilganda bizga yaxshigina yordam berishadi. Va yana nima olish mumkin? Nima qilsam bo'ladi? Yana o'q sotib olaman. Menga nima? Juda ko'p o'q sotib olaman. O'qni ko'pi bo'lmaydi. Ha, bir safarlardagidek qidirib o'lib yurmaylik, kamoqani o'qqani deb. Va 30-daraja va nihoyat qishloqqa hozir Ender Dragon oldida paydo bo'lamiz. Olg'a unda. Endi Dragon oldida paydo bo'ling, faqat ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda pastga tushib ketish hech narsa emas. Ender Dragon, sen qanisan? Qani bu yerga kel. Hozir seni havoda qoqaman. Yaramas, bu yerga kel. Ay, yaramas. Nimagadir ta'sir qilmayapti. Hech bo'lmasa kristallarni mazza qilib portlatsak bo'ladi. Bu yaramas Ender Dragonni yana qilishga urib bo'lmayapti, bu tekan la'nat ekanda unga. Har 5 videoda 6 tasida shunaqa bo'lyapti. Amayli, hech bo'lmasa kristallarni mazza qilib portlatyapmiz bunaqa bo'y bilan. Ha, yana Ender Dragonni, voy yaramas. Yana Ender Dragonni kamonda otamiz shekilli. Oxirgi kristalmi bu? Qani bu yerroqqa kel, oldinga bo'lmasa mamnasiga chiqaman. Va portlatdim. Yana birorta kristal qoldimi? Mana oxirgisi tayyor. Yaramas Ender Dragon. Ha, men bilan urushasanmi? Oldimda oddiy ko'rshapalak teksan. Shuning uchun ehtiyot bo'lasan. Bugun seni kuning emas, yaramas. Ha, yaramasga baba qilich ta'sir qilmayapti. Muhimi o'lib qolma, tushundingmi? O'lib qolma muhimi. Ha, tushunarli, faqat orqamdan Enderman quvlayapti. Iltimos, meni tirik qoldiringlar. Bo'ldi, suv quydim, hammasi yaxshi, nazoratim ostida. Mana o'rgan bunaqa Ender Dragonlarni nima qilish kerak? Babam, ko'rdingmi? Portlatish kerak bularni mashnaqa. Sati ham bormi? Yana 3-4 ta bo'lsa butunlay yo'q qilamiz. Faqat darajalar ham yonib ketmasa bo'ldi. Voy, yaramas, meni yo'qdi. Faqat yonib ketmay. Qanday o'lib qoldim axir? Jonim to'ylaydi, birdaniga yo'q bo'lib qoldi. 6-daraja. Biz oddiy odamlardan salgina kattaroqmiz. Endermenlardan ham. Mayli, shu bo'yda ham o'ldiramiz. Muhimi Ender Dragondan juda ham ko'p daraja tushadi. Voy, yana portlatdingmi? Boshqa bormi? Yana portlatib tashlayver. Ozgina darajasi yonibdi. Shunday asabimga tegyapti bu. Bo'lsa portlatardim, yo'qda. Ozginagina joni qoldi. Mayli, kamondan qoqamiz shekilli oxirini. Mana shuna kaltakasan, yana shuna osmonga uchishini kutish kerak, ana uchgan. Nega bu endermenlar menga yopishaveryapti? Yordam ber. Voy, o'lib qolding. O'zim hal qilardim, o'lib qolaman desang, yaramas, bot ekansan. Boqma qilmasangchi, liliputlardek bo'lib qolmadik. Oddiy o'yinchilik bo'yi bilan endi bo'yimiz tek. Balki endi qilichni o'ldirib bo'lar, yaramasdi. Umid qilamanki, yo'q, qanaqa rasvolik ham mayli, kamonda bo'lsa, kamonda ozgina joning qolgan, yaramas Ender Dragon, baba tirik qolaman deb o'ylama. Mana bu yerda suv qo'yib qo'yganmiz, endermenlar ham hech narsa qila olmaydi. Hozir qoqqanmiz, ko'pga bormaydi bu yaramas. Yana ozgina qoldi. Yana ozgina jonchasi qoldi. Yana bitta. Yo'q, men qoqdim kamonda. Qishloqqa, sensiz aniq uddala olmasdim. Ender Dragonni yana bir bor qoqdik. Hozir undan juda ham ko'p daraja tushadi. Bunga qaranglar, shunchaki eshitdinglar buni. Hozir biz Minecraft olamiga sig'may qolamizmikin deb qo'rqyapman. Arti ehtiyot bo'l. Xavotir olma. 65-daraja va biz ultra gigantlarga aylandik. Qara qanchalik bahaybat men qishloqqa, sen nimagadir ko'rmayapsan. Meni server o'tib yubordi. Mayli, obuna bo'linglar.